Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Charchamay yuribsizlarmi? Hammaga alangalik salom aka-ukalar. Xudo xolasa bugun Navoiy shahar Yangi bozor, Parranda bozoridan boshladik syomkani. Bir qator hamma bozorga chiqqan parrandalarni ko'rib chiqamiz aka-ukalar birga. Mana velikan chiqibdi aka-ukalar. Mana aka-ukalar velikan. Какую цену? Assalomu alaykum. 1,5 миллиона. 1,5 миллиона. 1,5 milliondan ekan aka-ukalar. Mana bolalar 50-dnevный. mana bolalar 50 kunlik ekan aka-ukalar. 150 mingdan-da. Telefon aytib keting, brat. 95lik 95. 92 95. Bo'ldi, gap yo'q. Rahmat. Mana bu yoqda yana quyonchalar. Ukajon, qandaysan? Yaxshimisan? Nech pul ekan quyonchalaring? 190. Ha? Uchovga 190. Uchchalasiga 190 mana suv tekin bo'lib qolibdi. Uzr. Mana. Inda utka deydimi buni? O'rdakchalar. Nech pul bular? 120 mingdan? Ha, gap. Mana aka-ukalar, kimni qiziqtirsa 120 mingdan Navoiy shahar Parranda bozoriga o'rdakchalar chiqdi. Zo'r ekan. Tovuqlarimiz har doimgidek. Assalomu alaykum. Aka, tovuqlar nech pul bo'lyapti xudo? 35 ta. Har doim borasizda postoyan. 35 dan akalar, mana tovuqlar. Mana aka-ukalar. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Mana ha. Aka, telefon raqam aytib ketamizmi? Kerak emasmi, shart emasmi? Yo'q, yuzlarni olgam yo'q. Assalomu alaykum. Jo'jachalarimiz chiqdi bozorga. Necha kunlik aka bu jo'jachalar? 1 kunlik, 2 kunlik jo'jachalar. Necha puldan ekan narxi 1 kunlik jo'jachalar? Bular 6 dan beri oldi. 6 mingdan? Mana yana akalar. Tovuqchalar. Tovuq xo'rozchalar ekan bular hammasi, ha? Necha pul aka xo'rozlar? 120 mingdan ekan. Rahmat. Mana aka-ukalar. Bakang, xo'rozlardan so'raganlar bor edi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlar? Mana. Necha pul ekan bularning narxi? 200 mingdan. Aka-ukalar, mana ko'p odam so'ragan edi akanglardan. Nomerni aytib keting aka, telefon qiladi. Rosa ko'p so'rashdi-da. 93lik 950 0081 0085 ekan akalar. Mamboga karis ekan. Bemalol telefon qilasizlar aka-ukalar. Men bu yoqda ko'p ekan aka-ukalar. Mana. Buni hozir addenni Instagramga ham olib ketamiz. Aka, ketib qolmang, xo'pmi? Sizga reklama qilib beraman. Mana jo'jachalar. Mana jo'jalar. Assalomu alaykum. Necha pul ekan aka bu jo'jachalar, tovuqchalar? 35 mingdan. Har doim bormi sizda? Uyda ham bormi? Nomerni aytib keting aka. 93lik 484 5580 murojaat qilasizlar mana akalar. Bemalol. Bugun bozorimiz yaxshi. Xudo xolasa bozor avjida bugun. Mana o'rdakchalar. O'rdakchalar necha pul xolajon? 70 mingdan mana o'rdaklarimiz. Necha oylik bular? 3 oylik, ha? Mana bu yoqda. Qochib qolibdi. Mana bu yoqda xo'roz tovuqchalar bor ekan. Assalomu alaykum. Mana og'amiz har doimgidek bozorda. Mana tovuqlari. Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Necha pul bo'lyapti tovuqlar? Tovuqlar 70 ming. Mana shu akamizda har doim tovuqlari bo'ladi. Bozordan tashqari uyda ham sotadilar. Navoqda kimga kerak bo'lib qolsa aloqaga chiqasizlar. Nomerni ayting aka. 97lik 97lik 367 367 01 01 75. 75. Ismingiz? O'tkir. O'tkir aka. Bemalol murojaat qilinglar akalar mana. Har doim tovuqlari bor. Mana sizlarga ajoyib bitta kadrchan. Qani uka ko'rsatgani quyonlaringni? Ana bu boya quyon oldi, Velikan 150 ming so'mdan oldi. Jiyan, onasi olib berdi, Velikan. Ay, молодец. Mana. Savdo bo'lyapti mana quyon. Mana akalar o'rdakchalar. O'rdakchalar nechi pul? Kimdan ekan? Buni egasi yo'qmi ekan deyman. Zo'r o'rdakchalar bor ekan, egasi yo'q. Ana aka ukalar. Mana yana quyonlar. Ukamiz постоянно quyon olib chiqadi. Assalomu alaykum. Qale ishlaring, sonlaring yaxshimi? Tinchmisizlar? Quyonlar nechi puldan? Yo'llar 180 dan, 130 dan. 180, 130 dan. Mana akalar quyonlar. Ha, 180 lik. 180 ming mana. Zo'r ekan. Gap yo'q. Nomer aytib ketamiz. 95 lik 95 lik 774 774 51 21 murojaat qilaverasizlar. Hamisha shu ukamizda quyonlari bor. Bemalol gazini bosaverasizlar. Mana bu akamiz ham har doim bozor chiqadilar. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mana o'rdak ham bor. Mana o'rdak zo'r ekan, mana bu. erkaklardan bu. Mana chiroyli ekan. Nechi pul bo'lyapti aka tayyorlari? 250 kami bor ular. 250 kami bor. Bular kichkintoylarichi? Bularning maydasi bor 80. 80 ming. O'rdak bor 40. 80 ming, o'rdakcha 40 ming ekan. Bular indovutga bunisi. Qaralaringda o'tgan o'qlari o'rdak. Nomerni aytib keting. 93 lik 0264 730 0264 0264. Murojaat qilasizlar. Mana bedanalar ham bor ekan. Qaranglar. 5 mingdan beramiz. 5 mingdan bedanalar mana. O'zimizning jaydari bedanalar. Bundoq sizlarga hozir bedanalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Assalomu alaykum. Mana akalar. 5 mingdan. Sayroqlar ular. Bular sayroqlari ekan. Apas bilan 150 donaga 70. Mana qafasi bilan 150 ming, donaga 70 ming. Mana kakliklar. Rahmat akajon. Xo'sh, aka-ukalar mana. Ana sizlarga jo'ja, mana sizlarga jo'ja. Bir dunyo jo'ja chiqibdi ekan bozorga. O'rdakchalar. Mana aka-ukalar. Kurkalar nechi pul ekan? Xolajon, assalomu alaykum. Mana xolam har doim bozorga olib chiqadilar kurkalar. 120 ming ekan. 5 mingdan beryapmiz ukajon. Mana 5 mingdan beryapmiz. qiziquvchilar bo'lsa. Mana bramamiz. Mazaq tomosha qilinglar. Mana g'ozlar bor ekan. G'ozlar nechi pul ekan? G'ozlar nechi pul ekan? G'ozda 300 kam bor ekan. Mana zo'r g'ozlar bor. Hamisha shu opamiz g'oz olib chiqadi. Dahshat g'ozlari bor ekan. O'g'li bor. Sisarkalar bor. Aha. Mana aka-ukalar. Bular nimani bolasi? Indovutga. Mana indovutkalar. Har 5 deyapmiz, 25 dan beramiz. 35 25. Optimga 25 ming. Nomerni aytib keting aka.
93'lik 93'lik 704 704 85 85 81 81 bemalol murojaat qilaverasizlar. Ismingiz nima? Aziz. Aziz aka deb murojaat qilaverasizlar akalar. Mana optimiga 25 mingdan. Buni qo'ying. O'lchab. Hm? O'lchab. Mana ukamga telefon qilasizlar. Постоянно bor ekan, ha. Rahmat. Murojaat qiling. Murojaat qilaveringlar aka. Bemalol mana o'zlari bemalol murojaat qilinglar deyapti. Zo'r ekan. Assalomu alaykum. Aka ukalar mana tovuslar chiqibdi bozorga. Aka siz o'zingiz Navoiydanmi? Qayerdan bu? Navoiynikimi? Yo boshqa bironta nimadan olib kelishgan? Mana tovuslar nechi pul ekan narxi? 500. Tovuslar narxi nechi pul? Men tovus so'ragan edi, samarqandlik odamlar so'ragan edi. Nomeringizni aytib keting, ko'p odam so'ragan edi aka. Ha. 99lik 647 31 10. Ismingiz? Dilshod akaga murojaat qilasizlar. Mana tovus bu qanaqasi nimasi? Tovusni qanaqasidan? Abish. O'qimasdan. O'qiyan bo'ladi bular. Bo'ldi, mana murojaat qilasizlar akalar tovuslarga. Hozir kelaman Instagramga qo'yamiz aka boshqatdan. Ko'p so'ragan edi tovusni. Bloger ekanda. Mana quyonlarimiz chiqdi. Yo'q, quyonlar maqtanga. Shu maqtang reislari blogerlardan qo'laylik. Bu ana nima degan buni? Mana. Bu baran bu. Ha, fransuzskiy baran deydi. Chatishgan ekan Kaliforniya bilan. Kaliforniya quyoni bilan chatishgan ekan. Nech puldan ekan bular? Короче, bunisi 200, bunisi 300. 200, 300. Mana agar kimga qiziqarli bo'lsa, uyda ham bormi akalar? Ko'pmi? Ha, bo'ldi. Ayting nomeringizni. 77lik 127 84 89. Ismingiz? Xohlagan rusumdan quyondan topib beraman. Bo'ldi ana. Xohlagan quyondan bor ekan aka-ukalar. Birdan murojaat qilaverasizlar. Kimga quyon kerak bo'lsa. Mana xuloslar yana yog'iga kurkalar bor ekan. Mana quyonlar. O, assalomu alaykum. Og'am mani og'am. Mana og'amni quyonlarini reklama qilaylik. Ana shu og'amni uyidan ham olasizlar. Birdaniga kerak bo'lib qoladigan odamlar so'rab qoldi, nomer bering deb. Kasallarga birdan kerak bo'lib qolar ekan. Yosh bolalarga mana bunaqa so'yib ham beraveradilar. Nomerni aytib yuboring. 97lik 291 70 68. YouTube, Instagram hozir. Birinchi bu YouTube'ga. Mana ketdik dalshi. Ana g'ozlar. G'ozlar nechi pul g'ozlar? G'ozlargacha 350 300dan beramiz. 350 300dan berasiz. Nomerni aytib keting. Qiziqadiganlar bo'lsa telefon qiling. 50lik 200 necha? 96 18. Bo'ldi, murojaat qilaverasizlar akalar. Mana g'oz so'raganlar bor edi. Aka kelishtirib aytiladi. Kelishtirib ham beradilar. Aytiladigan narxdan ko'ra sunnatiga o'tib beradigan joylari bor. Mana quyonlar. Quyonlari zo'rlari mana. Ha, quyonlar vaqti cho'tki. Cho'tki ekan, quyonlarni qaranglar mana. Uylaganimizdan zo'r bular. Mana. Shinshila akras quyon bor ekan mana. Ha. Faqat o'zimni olmayman. Yo, sizni olmayman. Yo, hech kimni olmayman. Xo'sh. Xudo xolasa mana bozorimiz bugun yaxshi. Shu yerda videomizni to'xtatamiz endi xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha baholi qudrat video qilib berdik. Hammanglarga sog'lik, salomatlik. Bu hafta ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.